جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, Allah'a layık rəziş təqvadarlıq qılınlar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Ali İmran surasi 120 ayet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qarindoshlar. 16 darsimiz shadda, ya'ni Uyg'urchada tashdid deb ataladi. Shadda belgilari shunga o'xshaydi. Buningki qanday o'qilishlari bor, hali tafsili ko'rib o'tamiz. Shadda deganimizning o'zi bir sokinlik harfning o'zining harakatlik holatiga qo'shilib, tavishini uzmasdan takrar o'qilishi shadda, ya'ni tashdid deb ataladi. Shadda doim bir harakat bilan birga keladi. Belgisi bo'lsa, buni shu bu yerdagi o'rnaklarga qarab o'taylik. Robbana deb o'qiladi. Bu qanday degan gap? Bu deganlik bir harf sokinlik keladi. Ya'ni bu shadda qo'yilgandan keyin buni parchalsak, ikkiga ayirsak, oldi bilan o harf sokinlik keldi. Undan keyin shaddaning ustiga nima kelgan bo'lsa, tavishini uzmasdan shu harakat bilan birga qo'shib o'qishni ko'rsatdi. O'xshashli buni o'qib baqsaq, Robbana deb o'qiydik shundami? Shunga o'xshash. Bu deganlik bu. Bu yerga o'xshash ikki harfni yozishning o'rniga bu yerga shaddadan birini qo'ydi. Shuning bilan ikki harfning o'rniga bir harf yozildi. Robbana ikki harfning o'rnida qanday o'qilgan bo'lsa, bu shunda o'qildi. Bu-chu innaka bu shunga o'xshash o'zining harakatlik holatiga, ya'ni sokin oldi bilan o'qildi. Undan keyin harakatlik holati keldi va tavishi uzilmasdan tekrar o'qildi. Innaka degandek. Shadda belgisi bilan kelgan harflar avval sokinlik o'qilib, baydidoq sokinlik o'qildi. Ondan shadda belgisi bilan kelgan harakatlariga asosan shadda belgisi bilan bu yerda fatha keldi. Fatha, kasra, ondan keyin damma qatorliqlar o'qiladi. Misol bu kalla deb o'qiladi. Oldi bilan sokinlik harfi qo'shildi. Undan keyin shu harf ondan harakati bilan o'qildi. La, kalla. Shunga o'xshash degan gap bo'lsa, inni bu o'xshashlar shadda belgisi bilan kelgan harf avval sokinlik o'qilib, in deb sokinlik o'qildi. Undan keyin bu tavish tekrar, ya'ni uzilmasdan harakati nima bo'lsa, shuning bilan o'qildi. Inni buniki kasrahdi. Bu bo'lsa robbu. Robbum o'xshashlar. Robbu oldi bilan sokin o'qildi. Undan keyin shaddaning ustida nima harakat kelgan bo'lsa, shu o'qildi. Robbu. Tashdid belgisining ustida kelgan yantu siziq fatha, ostida kelgan yantu siziq bo'lsa, kasrah bo'yicha o'qiladi. Bu nima degan gap? Kasrah degan ostida kelmamdi desanglar, ba'zi yiziq shakllarda shadda belgisiningki ostida keladi. Kasra, shunglashqa buni alohida eslatdim. Mav bo'lsa, shadda belgisi emas, harfning ostida keldi. Shadda harfning ustiga qo'yildi, shaddaning ostiga, harfning ostiga kasrah qo'yildi. Bu yerda bo'lsa, ya'ni o'xshash misol, inni. Bu yerda bo'lsa, shaddaning ostiga qo'yildi, ya'ni o'qilishi o'xshash. Bu kasrah bo'yicha o'qiladi. Ustiga qo'yilgani o'xshash bu. Ustida qo'yilishda boshqa o'zgarish yo'q. Faqatla almashtirib qo'yib, bu shaddaning ustida kelibdi. Ostida kelsa yana bu fatha deb o'qiydigan o'xshaymiz deb qolmanglar. Faqat ostida kelish kerak deb harfning ostiga kelmasligi mumkin. Bu shunday kelish holatlarim bor. Bu ahvollar Uyg'ur tilidagi ikki uzuk tavishning orqa-orqadan kelishiga o'xshaydi. Ya'ni diqqat deganga o'xshash. Diqqat. Qulluq, jannat deganga o'xshash. Shundoq. Undan keyin shaddaning tuzilishiga qaraymiz. Shadda deganimiz, qaranglar, mimni parchalab oldik. Baydadoq parchalab o'qiymiz deb parchalagan vaqtimizda mim shaddalik va ustida nima harakat bor? Fatha bor. Buni parchalagan vaqtimizda mim oldi bilan sokinlik o'qildi. Qaranglar, mim sokin. Undan keyin shaddaning ustida nima harakat bilan kelgan bo'lsa, u keldi. Biz qoida nima degan to'q? Shadda hech qachon tavish belgisiz kelmaydi degan to'q, shundami? Har vaqt tavish belgisi bo'ldi shaddada. Buni qanday o'qiymiz? Oldi bilan, oldidagi harfninki harakati bilan bu shaddalik harfninki sokinlik holatini qo'shib mim
davaldiq shundami? Undan keyin bu tugidi bu ish. Faqatla oxirdagi shaddininki harakatlik holatilam qoldi. Uni o'qisaqla tugaydi. Ma. Bu mim ma. Mim ma. Qaranglar. Mim ma. Shundaq. Bu bo'lsa hurri. Bu hu hani raga, ya'ni huni raga qo'shdiq hur nima degan to'q. Oldi bilan sokinlik o'qilib, tovushni uzmasdan u shadda qaysi harakat bilan kelgan bo'lsa, u o'qiladi degan to'q. Hurri. Tovushni uzdimmi? Diqqat qilinglar. Hurri. Tovushni uzmadim. Tovush uzilsa qanday bo'ldi? Hurri bo'ladi. Bu tovush uzilmasdan o'qiladi. Hurri. Keyingisi fakku. Buni qaranglar. Fa fathalik, kaf nimalik, damma, shadda va damma. Bu qanday o'qiladi? Oldidagi harfninki harakatiga shadda qo'yilgan harf oldi bilan sokinlik o'qilib qo'shildi. Fak dedik. Undan keyin shaddaning ustida qaysi tovush belgisi kelgan bo'lsa, u o'qiladi ku. Ya'ni fakku. Qoidanimi üzülməsdən qaranglar, bu yerdə üzətmədən faqat ayırdım. Fakku. Fakku deb o'qiladi. Bu bo'lsa faqat fatha, damma va kasrahlarninki normal o'qilishi. Endi tövəndə bu o'qiydiganimiz bo'lsa, uzartilib o'qilishiga misollar. Bu qanday o'qiladi? Inna deydik. Oldi bilan yana o'xshash qoida. Hamza kasrahlik keldi. Bununla şəddilik hərf sakinlik. Qaranglar, sakinlik qo'shdiq. In bo'ldi. Keyingisi olsa na. Qaranglar, na. Buningki nima bo'lgan bo'lsa uzatilib o'qilish keldi. Tovush belgisi na. Fathan uzatilib o'qilishdi na. Shon buni so'zimiz yana o'xshashlar. Inna deb o'qildi. Bu bo'lsa mim, undan keyin kasrah keldi. Shaddininki tovush belgisi bo'lsa uzartilib o'qiladigan nimadir kasrahdir. Qaranglar, ya'ni tik kasra. Oldi bilan buningki sokinlik holatiga qo'shib beramiz. Min ma'non qo'shdik. Min. Undan keyin nima bo'ldi? Tik kasra, ya'ni uzartilib o'qiladi tik kasra. Tik alif kelgan vaqt ostiga minni. Qaranglar. Yeni uzartilib o'qilaveradi. Ama başta sakinlik o'qiladi. Minni. Shundaq. Bu bo'lsa marru. Bu mod dammahning uzartilib o'qilishiga misol. Oldi bilan ra sakinlik qolib, mimga qitib berdik. Mar bo'ldi. Undan keyin ra damma va uzartilib o'qiladi. Ru dedik. Nima kelgan bo'lsa endi ru dedik. Qaranglar, bu yerdagi shadda belgisini ilib etdik. Ru keldi. Buni qanday o'qiymiz? Marru. Marru deb o'qiymiz. Tövəndikisi bo'lsa, fatha, kasra, dammahlarninki tanvillik holati. Bunga yana qarab o'taylik. Sad fathalik keldi. Bunga nimani qo'shib berdik? Fa'ning sokinlik holati sof dedik. Undan keyin nima keldi? Fathatayn keldi. Fan bu. Shunga sof fan. Qaranglar. Sof fan bu fathatayn keldi. Bu bo'lsa kasrahninki tanvillik o'qilishi oldi bilan g'ayn, ya'ni g'a tavushiga nimani qo'shimiz? Bu yerdagi shadda kelgan mimning sokinlik holatini g'am. Qaranglar, g'am. Undan keyin buning ikkisining ishi tugaydi. Eng oxirida shaddini ilib etib, yolg'iz musharrif min, g'am min, g'am min, g'am min. Shundaq. Bu bo'lsa kullun deb o'qiladi. Oldi bilan kaf, lamning sokinlik holatiga qo'shildi. Kul dedik. Keyin bo'lsa shaddini ilib etdik. Bir qitim takrorlanib bo'lganligi uchun. Undan keyin bu nima keldi? Lammatayn. Shuning bilan lun dedik. Kul lun. Amma shartimiz nima? Tavishni uzib qo'ymaymiz.
kullun kullun dedik. Tavushni uzib qo'ymay kullun dedik. Bugungi darsimiz mishagacha bo'ladi. Keyingi darsimiz bo'lsa shaddahning mashqlari va uningdan ilgirki darslarga munosabatlik mashqlar bo'ladi. Bütün darslarni kam qolganlar bo'lsa ko'rib o'tishinglarni va shaddahni yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilaman. Shaddah bobi tugandan keyin umumiy bir xulosa mashq qilamiz. Bu birinchi bob bo'lsa asosiy darslardi. Ikkinchi bobimiz bo'lsa tajvid qismiga kirib ketamiz. Ya'ni o'xshashlar mashqlar bilan örnekler bilen canlıq bir şekilde ilip barımız o derslerimizi görüşkice aman bulunla. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران